1,5 oydan beri to'rvoq toshyapti. Har xil dorilar oldim, foydasi bo'lmayapti. Omalizumab olsam bo'ladimi? 3 oylik chaqalog'im bor. 1,5 oydan beri davom etib turgan to'rvoq odatda surunkali formaga o'tib turgan to'rvoq hisoblanadi. Chunki to'rvoq o'tkir formasi 6 haftagacha, 6 haftadan cho'zilganda surunkali to'rvoq deyiladi. Katta ehtimol bilan sizdagi holat surunkali to'rvoqqa o'tgan. Endi surunkali to'rvoqda eng ko'p sababchilar infeksiyalar, virusli infeksiyalar, respirator infeksiyalar, koronavirus infeksiyasi. Bularda albatta tekshirish kerak. Oshqozon ichagidagi surunkali muammolar, bularni ham albatta ko'rish kerak. Buqoq bilan bog'liq muammolar bor yoki yo'qligiga ham albatta xulosa qilish kerak. Qondagi kalsiy va D3 ni ko'rish kerak. Unga qarab turib qo'shimcha xulosa qilish kerak bo'ladi. Omalizumab bu preparat homiladorlarda va emizikli ayollarda tavsiya qilinmaydi. Lekin bemor omalizumab olayotgan vaqtda homilador bo'lib qolsa, omalizumab olish odatda kasallik agar og'ir formasida bo'lsa davom ettiriladi. Sizga nima tavsiya qilamiz? Sizga birinchi o'rinda organizmdagi surunkali infeksiya o'choqlari bor yoki yo'qligiga, oshqozon ichak bilan bog'liq muammolar bor yo'qligiga, qondagi kalsiy va D3 ni tekshirish kerakligiga, buqoq bilan bog'liq muammolar bor yoki yo'qligiga va selakiya degan kasallik bor. Xuddi shu kasallik bor yoki yo'qligiga xulosa qilishni tavsiya qilamiz.